Captiva'ni narini olaman deganlar uchun Captiva'ni zo'ri kelgan. Mashinamiz qora rangda. O'zbek podnomeri chalada. Mashinamiz yangi pachka holatda. Mashinamiz 2018-yil. Taniq mashina 4 ta yangi yumshoq balon, tayyor mashinamiz qora rangda, taniq, umuman qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Afshipkalari ham motiv holatda turibdi. Sizning ko'jalari ham zo'r holatda. Avtomat, xullas lyuklik variantidan 2018 oxiri chiqqan Captiva'lardan. Mashinamiz gaz bolovlari ham o'rnatib qo'yilgan. Hech nima rasxodi yo'q. Texnik bironta ish yo'q. Olib mazza qilib minish kerak. Bu mashinamiz tan narxi 17.800 dollar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqamiz. Captiva'ni zo'rini izlab yurganlar uchun nomeradinga kelib, zo'rini minib ketishlaringiz mumkin. Propan gazi ham bor ekan ana. Tog'amiz aytibdilar. Kraskalari 100% radnoy. Tayyor holatda, balon holatlari ham yangi holatda turibdi. Hech qanaqa texnik ishlar yo'q. Olib mazza qilib minish kerak mashinani tamom. Pachka holatlariga e'tibor qilamiz. Umuman qirilgan, chizilgan joylari yo'q.